Hozirgi paytda o'zi ko'p ayollarimizda kuzatiladi. Farzandlari 4, 5, 6 yoshga kirsa ham qo'llarida ko'tarib olishadi. Bu ham o'zi umurtqa pog'onasiga salbiy ta'sirlar ko'rsatadimi o'zi? Juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Manda shunaqa ayollarimizni ham bilaman, masalan, qo'lida bitta bola, qornida bitta bola, to'g'risida bolalarni yana birinchi o'rinda shu tug'ilgan bola tonusda tug'ilgani hisobiga displaziya holatlari kelib chiqadi bolalarda. Masalan, shuning uchun men o'zi bolalarning orasini sal kattaroq qilish tarafdoriman. Masalan, bizda meditsinada aytiladi, onaning organizmi faqatgina tug'ruqdan keyin 4 yildan keyin o'ziga keladi deydi. Masalan, normalniy ona 5 yosh bolani ko'tarib yurmaydi, to'g'rimi? Lekin 2-3 yosh ko'tarib yuradi. Shuni hisobiga umurtqa pog'onasi egiladi, spazm bo'ladi, yana baribir ketma-ket tug'ruqlarni hisobiga ayollarning organizmi baribir o'sha tashavoradi. Skelet u unaqa narsa emas, u ayollar organizmi juda ham nozik narsa. Baribir fiziki biz nevыносливыйmiz, og'ir ishga mo'ljallanmaganda ayol kishining organizmi. Shuning uchun u og'ir narsa tashish juda ham zarar, o'shatgan grijja, protruziyalar shundan kelib chiqadi. Masalan, ayol farzandli bo'ldimi, 40 kungacha umuman og'ir ko'tarish mumkin emas, umuman o'zi preshonning bir narsada. O'zi 1 yilgacha o'sha tuqqan ayol organizmi 1 yilda o'ziga keladi. Mana men kelgan patsientlarni ham ko'raman, ko'pincha tuqqandan keyin asosan bitta yelkasi baland, bittasi past bo'ladi. Chunki homiladorlik vaqtida ko'pincha masajlar mumkin emas. Birinchi trimestrda umuman mumkin emas masaj olish masalan. Lekin ular o'sha o'tkazib o'sha payt mayli homiladorlik paytida to jig'ildon bezovta qiladi, to o't qopi bezovta qiladimi, bolani hisobiga yana baribir ayol borgan sari gormonal o'zgarishlardan betoqat bo'ladi, salga asabiylashadi. Asabiylashgan hisobiga mishsalar ham spazm bo'ladi. O'sha spazm bo'lgan hisobiga poзвоночникida ko'pincha bo'yin, orqa sohalar og'riqlar bo'ladi. Shuning uchun ko'p menda Instagramdan ham yozishadi ayollar, homiladorman masaj olsam bo'ladimi? Aytaman, masajni siz birinchi 3 oyligida ola olmaysiz. Keyin sezib bo'ladi, uni ham professional darajada sizni holatingizni учитывать qilib, vaziyatingizni и vrachingiz ruxsati bilan masalan men qilaman. Chunki ular tuqqandan keyin umuman kelmaydi. Homilador bo'lishni planировать qilayotgan ayol qizlarimizga men masaj tavsiya qilaman. Chunki masalan yaxshi lechebniy o'nku masaj olgandan keyin u patsientkaga masalan tug'ish yoshidagi ayol baribir unaqa yosh katta bo'lmaydi-ku, unga 2-3 yil umuman masaj kerak emas bo'ladi. Oldin nabarot o'sha olsa sog'lom bo'ladi poзвоночник.